Tug'ruqdan keyingi depressiyada siz qanaqadir bitta og'ir narsani yashab o'tgan bo'lishingiz shart emas. Sizga mutlaqo aloqasi bo'lmagan holatda ham siz boshingizga depressiya kelishi mumkin. Depressiya jarayonida ko'pincha turmush o'rtoqlar, ya'ni bu ayollarning erlari va qaynonalaridan juda katta mehr-muruvvat kutiladi. O'sha mahalda dastaklash kutiladi. Sizlar bu ayolni parvarishini qilishingiz kerak. Bu ayol parvarishga muhtoj. Bu ayol ayni mahalda bolasi uchun ham kerak, o'zi uchun ham kerak. Bu holatda ayollarni qaynonalari va turmush o'rtoqlari tomonidan parvarish qilish, tushunish kutiladi. Faqat u ayolni tushunish kerak va uni uy ishlaridan, uni siqib qo'yadigan, bo'g'ib qo'yadigan ishlardan uzoqlashtirish kerak bo'ladi. Toza havoga chiqish, o'zi xohlagan joylarga borish. Masalan, ko'pchilik tug'ruqdan keyin onasini ko'p sog'inadi. Ona uyiga borib, yotib kelgisi, dam olib kelgisi keladi. Yoshligida o'rtoqlar bilan ko'rishgisi keladi, chaqchaqlashgisi keladi yoki bo'lmasam borib o'sha o'zini tomonidagi, qiz tomonidagi qarindoshlari bilan ko'rishgisi kelishi mumkin. Chunki ko'proq yoshligini sog'inadi. Bu jarayonda bu depressiyaga tushgan ayollar ko'pchiligi yoshligini sog'inadi. O'sha yoshligini shirin xotiralarni sog'inadi va albatta o'zini qadrlamagan, o'zini sevmagan ayollarda homiladorlik davri og'ir o'tadi. Shu bilan birga tug'ruqdan keyingi depressiyasini ham og'ir o'tishini asl sababi bu ayollarni o'zini qadrlamasligi, o'zini sevmasligidan.